bolajonlar. Meni tanidingizmi? Ha, men ertakchi amakingizman. Snaps deb Snurre Badalure. Sizlarga bugun qanday ertak aytib bersam ekan? Ha, axir yangi yil bayrami atrofda qor. Keling sizlarga qor malikasi haqida ertak aytib beray. Yo'q. Ko'rsatib beray. Qadim zamonda o'tgan uzoq tomonda bir Navruz degan mahallada sho'x-shodon yigitlar sovuq bo'lishiga qaramasdan qor o'ynashar, sirg'anchiq uchishar ekan. Ularning orasida bizning qahramonimiz Kay ham bor edi. Ular sovuq va uzun bo'layotgan tunni kulgulari bilan yoritar edi. Ha, o'lkada qish bo'lishiga qaramasdan har yerning o'zining yovuz dushmani bor. Bu qor malikasi edi. Qor malikasi yolg'iz, judayam sovuq va ayyor edi. U har yili bir bolani o'g'irlab ketish uchun qishloqlarga tashrif buyurar edi. Navbatdagi qishloq esa Navruz mahallasi edi. Qor malikasi bolalarni kuzatadi. Hoy bolajonlar, qaysi biringiz men bilan pulamachoq o'ynash uchun jur'at eta olasiz? Ha, sening oting kim? Ha, Kay, sen juda ham jasurmisan. Unday bo'lsa meni tutib ol. Pulamachoq o'ynagan qor malikasi Kayni alday o'z domiga tortib ketdi. Bolalar esa bundan bexabar edi. Kun kech bo'ldi. Qorong'i tushdi. Bolalar ham asta-sekin uylariga qaytishdi. Lekin bechora Kay uyiga qaytmadi. Uyga qaytmagan Kayni qahramonimiz yerda izlab ko'chaga chiqdi. Kay ukajonim, qayerdasan? Kay! Lekin Kaydan sado kelmasdi. Shunday qilib yerda o'rtoqlaridan Kayni qayerda ekanligini so'rash ularning uyiga chopib ketdi.